Yangilangan Hyundai Tucson qanday o'zgargan? Hozir mashinani boshidan oxirigacha to'liq ko'rib chiqamiz. Siz esa Uzcars'ga albatta obuna bo'lib turing. Biz bahorgacha 150 mingta bo'lishimiz kerak va videoni boshlashimizdan oldin like ni bosib qo'ying, chunki video sizga aniq yoqadi. Boshida tashqi qismiga nazar tashlaymiz. Ko'rib turganingizdek, yangilangan svetodiod optika, yangilangan radiator reshotkasi, glyansiviy panelning ostida kunduzgi yo'l chiroqlari. Shunday qilib, mashinani oldi qismi juda ham chiroyli ishlangan. Mashinani chetdan qaraydigan bo'lsangiz, Tucson zamonaviyligini tushunib olasiz. Izgiblar, har xil chiziqlar va hokazo elementlar mavjud. Eshik ruchkalari esa juda ham sodda, lekin juda qulay ishlangan. Mashinani parogi loy va kirliklardan juda yaxshi himoyalangan. Yangi Hyundai Tucson rusifikatsiya, issiq opsiyalar va boshqa funksiyalarga ega bo'lib, bizning bozorimizga to'g'ri keladi deb o'ylayman. Avtomobil 3-avlod global modul platformasida qurilgan. Uning nomi N3 va ushbu nom nimani bildiradi? Mashina yengilroq, ammo yuqori sifatli mustahkam kuzovga ega. Avtomobil boshqa Hyundai mashinalariga qaraganda mukammal boshqa g'ildirak bazasiga ega. Texnik qismda Tucsonda o'zgarishlar yo'q desa ham bo'ladi, chunki uning dvigateli o'sha poperechniy tarzda joylashgan. Bu 150 ot kuchiga ega 2 litrli Smart Trim 2.0 MPI ishonchli atmosfera dvigatelidir. Korobka 6 pog'onali avtomat, dvigatel chugun va alyuminiydan yasalgan. Mana masalan, yo'lda restyling versiyani oddiy versiyadan qanday ajratib olsa bo'ladi? Hozir hammasini aytib o'taman. Birinchi bo'lib, bamperda ko'proq plastik elementlar qo'shilgan. Emblemasi esa oldingi versiyalarda pastroq turardi. Mana bu emblema esa oynani tagida joylashgan. Bagajnik knopkasi o'sha joyda joylashgan, elektroprivod orqali ishlaydi va bundan tashqari ochganingizdan so'ng sizni 510 litr foydali hajm kutib oladi. Salonda yangi materiallar, elektron ruchnoy tormoz, orqa vid kamerasi, harakatlanish rejimlari, rulga keladigan bo'lsak, oldingisiga qaraganda ingichkaroq va juda qulay. Yangi Hyundai avtomobillarida rullar ham o'zgargan, logotipdan bilib olsangiz bo'ladi. Salonda yana nimalar bor? Birinchi bo'lib panorama lyuk, ikkinchi o'rinda chiroqlar. Bundan tashqari haydovchi uchun obzor juda ham yaxshi va to'liq yo'lovchilarga ergonomika juda yaxshi ishlangan. Mana orqa tarafga o'tirdik. Mana bo'yim 1.85 bo'lishiga qadar bu yerda joy juda ham ko'p. Bundan tashqari orqa yo'lovchilarga ikkita obduf, ikkita USB razyon va podlokotnik mavjud. Xullas, avtomobildan taassurotlar juda ham yaxshi. Toshkentdan Yangi O'zbekistongacha o'zimiz haydab keldik. Zamonaviy dizayn, juda ham yaxshi texnika va qulay salon. Mashinaning narxi 536 million so'mdan boshlanadi. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosing, Uzcars'ga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va fikrlaringizni kommentlarda qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.